Yengillarimizni juda ham ko'p. Undan oldin men sizlarga shunaqa chiroyli bo'lgan maktabga bemalol qizaloqlarga kiygizsanglar bo'ladigan shimlarimizni obzor qilib bermoqchiman. Ko'plab onajonlarimizdan maktabga kiygizishga shimlar bormi deb so'rashganda, albatta onajonlarning talab va istaklariga binoan juda ham ko'p variantlar bilan olib kelib qo'ydik. Xohlasanglar shunaqa jinsovka variantlari. Mana buni chiroyligini qaranglar, ichlari ham qalangina-da onajonlar mana. Shunaqa qalin, yuvgan saringlar yengidek bo'ladi, hech narsa bo'lmaydi. Xohlasanglar unaqa klassik uslubdagi kiyimlarimiz, bularimizni ham ichlari qalingina. Ko'rasizlarmi, qanaqa sifati zo'rlarni olib kelib qo'yganmiz. Sifati zo'r bo'lishidan tashqari narxlari ham juda ham arzon qilib chiqarilgan. Bunaqa narxdagi variantlarni boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Bemalol 1 yoshli qizaloqingiz uchun ham variantimiz bor. Mana buni shirinligini ko'ryapsizlarmi onajonlar? Bemalol maktabda o'qiydigan 15-16 yoshli qizingiz uchun ham variantlarimiz bor. Bemalol do'konimiz kelgan holatda kiygizib ko'rishga sharoitlarimiz bor. Olib ketaverasiz, dastlab xizmatlarimiz ham ishlab turibdi. Narxi